Assalamu alaykum. Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi naq maydon tarqatilishimizning riyosatchiligi uchun Gulchehra sizlar bilan birga. 2009 yılı 5 iyul günü Ürümçideki Uyghur yaşları Xitay hükümetinin 26 iyun günüdeki Şaugan vakasını adil bir taraf kılmağanlığı, şundaqlı Uygurlarning kemsitilişi, namratlık, işsizlik meselelerinin bağançı eğirilişivatqanlığı ve yine hükümetinin Uyghur yaşlarını Xitay ülkelerine erzan emgek küçü süpütü yötkişi, rayondaki hizmet fırsatlarının Uygurlarga berilmesligi qatarlıq məsələlərini o'tirib qo'yib, Xitoy hukumatining baravar milliy siyosat yurgizishini talab qilib, norozilik namoyish qilgan edi. Muhtaram ko'rguvchilar, biz oldi bilan bundan 2 yil avvalgi bugungi kunda Urumchida qandaq voqealarning yuz berganligini eslab o'taylik. Qachongacha g'aplab esib yurarsan? Bu dünyadan xiyal sürüp ötemsen, axir vatan yegona dur bilmemsen. Aytgin do'stim, nima qildim vatan uchun? Ey Xudoyo, qo'ydim shuncha jafolarga, har zaratim o'zi kelgan mehmonlarga. Xalqim qasqirlarga, it qarindosh nima qildik vatan uchun? Maqsadimiz bo'lgan Şaugan vakası asoslab, ta shu kunga qadar buni tushuntirish bermadi, bizga tushunch bersin degan maqsadda yerdan. Tushdilarni sayyohlarga mangal vaqtimizda besh-yarimlar bo'lib ketgan vaqtda yo'ldan sayyohlarning dutor qarab ko'chib kelayotgan qatlar uchun belgilardi, bora tushirgan yerda. Biz jinoyat qilcholar, tarqilinglar, deb shunday deb turdi bizga. Kelajak bilan qilchi munosabati yo'q. Shu hamma haq bilgan bir voqea bo'ldi bu. Candan aziz yerim üçün, zata garip senin her bir dişim üçün. Etem adaş nime kıldık vatan üçün. Tarikı bak hiç kimden kan bulmagan sen. Quyosh gibi var jahonga bormagan sen.你别找他们要问问情况没？好，跪下！能放心。对啊，对，坐不管了，我们赶紧走。把他摸起来，2个人。快点，别动，别动，车别，上面还有人啊！别动！
Kişilik hukuk ve Uygur teşkilatları hem cemaatinin karşıça Uygurlarning bu norozilik namoyishi Xitoy hukumati tarafidan qattiq bostirilgandan keyin namoyish Uygurlar bilan Xitoylar orasidagi milliy to'qnashuvga aylangan edi. Bugungi kunda 5-yo'l Urumchi voqeasining 2 yilligi Uyg'ur milliy hareket rahbari Rabiya Qodir xonimning tashabbusi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va joylardagi Uyg'ur tashkilotlarining tashkillashi bilan hijratda yashayotgan Uyg'urlar keng ko'lamli namoyish faoliyatlari orqali xotirlanmoqda. 5-yo'l voqeasining 2 yillik xotirasi uchun Washingtonda uyushtirilgan namoyishchilar atrofida Washington vaqti 3da Washingtonga joylashgan Xitoy elchixonasi oldida namoyish faoliyatlarini rasmiy boshlamoqchi edi. Undan birin biz dunyoning har qaysi joylarida qanday faoliyatlarning ilib berilganligini bir ko'rib o'taylik. Und dann in München leben ungefähr 500 Uiguren, die sich in ihrer Heimat politisch tätig waren und weil sie sich Boshni egib ig'iz ochmay tursak agar dushmanana ichkiridan yamroq kelar jahon bilgan Uyg'ur degan noming o'char ey zamondosh nima qildik vatan uchun Hürmetli görürmenler, namoyishchilarning qadimiy Xitoy elchixonasiga yetdimi yo'q? Xitoy elchixonasi oldidagi namoyish ahvolidan namoyish maydoniga avatilgan muxbirimiz Erkin naq maydondan bizga ma'lumot berdi. Bugun 5-yo'l voqeasining 2 yilligi. Bu munosabat bilan Washington va Virginia, Maryland Uyg'urlar Xitoy elchixonasi oldida yig'ilib, 45 minut o'tgandan boshlab namoyish qilyapti. Ular o'zining Xitoy hukumatiga bo'lgan Sizlar anglayotgan bu şuarlar orqali ifodalmoqda. Hozir sizlar ko'ryapsizlar, hamma ko'k bayroq bilan qoplangan Uyg'urlar yana davomli şuar to'layotdi. Bugungi namoyish asli Washington vaqti bilan soat 1da Washingtonning markaziy Depot Circle'da boshlangan. Bütün namoyishchilar oldi bilan shu yerga to'plangan. Ham u yerdan piyoda minib alahazal 6-7 kilometr yo'l bo'yi shuar to'lab, naq bu yerning ya'ni 2dan 45 minut o'tgan vaqtida elchixona oldiga yetib keldi. Hozir namoyish davomlashyapti. Bexatarlik xodimlari atrofni qo'rshab turug'liq. Bularning aytishicha bu ham namoyishchilarning bexatarligi, ham elchixonaning bexatarligi va tasodifiy ko'ngilsiz voqealarning chiqib kelishining oldini olish maqsad. Namoyishchilar shuar to'layotdi, anglayotganinglardek. 5-yo'l voqeasiga 2 yil to'lgan kunlarda chet ellarda yashayotgan Uyg'ur ziyolilari, Uyg'ur faoliyatchilari mazkur voqeaning Uyg'urlarga nimalardan dars berganligi, qanday ochiq tajriba saboqlarni o'rgatganligi va millatning taqdiri haqida qanday bir chiqish yo'li tutish kerakligi haqida muhokamalar qilmoqda. Bu munosabat bilan biz bugun istansimizga chet ellarda siyosiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan Uyg'ur ziyolilarini taklif qildik. Oldi bilan suhbatimizga taklif qilingan aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftishi Nurmamat Musabay efendi, xush keldiniz. Amerikada faoliyat qilayotgan jonliq faoliyatchilardan Ilshad Hasan efendilar biz bilan birga. Oldi bilan Ilshad efendi sizdan so'rsam, 2 yil burungi 5-iyul voqeasining hozir qadar Uyg'urlarga, ya'ni dunyoga Uyg'urlarga aniq bo'lgan taraflari qaysi, aniq bo'lmagan taraflari qaysi? Shuni bir qisqacha radio, ya'ni televizor ko'ruvchilarimizga bir ta'kidlab o'tsangiz.
2009 yılı 5. iyulda yüz bergen bu qitim o'quvchilarninki erkinlik, adalet talab qilib Abnum rayonininki aldırki meydanda elip bağlan namayişninki eniq bo'lganligi. Bu yerda o'quvchilar Xitoy hukumatiga bo'lgan oxirgi ishonchisi bilan shu yerga berib adaletlik bo'lsa Uyg'ur xalqininki Shogun voqeasida o'lgan yoshlarning uchun bir adil sud bir narsalarni talab qilgan. Yani tinchlik bilan boshlangan buningda. Hatto bizning o'quvchilarimiz Xitoyninki 5 yulduzlik bayrog'ini ko'tarib namoyish qilgan. Bu Xitoy bizning davlatimizni ishg'oliyat qilib olgandan keyingi birinchi qitim Uyg'urlarninki Xitoy bayrog'ini ko'tarib qilgan namoyishi. Gerçi shunda bo'lsa-mu, bu tinchlikdan boshlangan namoyish qattiq bostirilgan. Bu yerda qattiq bostirilgan deganim aniq bo'lgani yana bir masala nima degan vaqtida Xitoyda tayyorlik bor. Masalan, o'sha 2-iyul voqeadan keyin men bir turkum Uyg'ur vatandan chiqqan ziyolilar bilan, o'quvchi yosh bolalar bilan ko'rishdim. Bana 3 adamның bergen ispatıda şu vaqtdaki atalmış çoğ bazarının yenideki Xitayçı Wayhuan körügideydi ki şunun aslında 2 o'quvchi 5-600'deki harbiyninki saat 5:20'den 6:00 vakitte qoral tutup eşer o'ltirib saqlavatqanligini tayyorlik vatqanini ko'rgan. Yani birisi bir ziyali şunun neri kadar yerde bir başlangıç maktabının içinde 10 maşinada harbiylarninki o'tirib qorallik saqlavatqanini ko'rgan. Demek bir yerda tayyorlik bor. Bu birincisi aniq bo'lgani. Demak, Xitoyninki tayyorligi bor. Uningdan keyin G'ayrat Niyozninki 15 yil kesilib ketdi. Shuningki isbot edim, mu Xitoy hukumati bir kun burun bu voqeaning bo'lganligini hatto bir hafta burunmi bildi. Buningga hech qanday politsiya bildirmay, tayyor bir nimdaymiz nemis sep qo'yib Uyg'urlarninki saqlab turgan. Aniq bo'lmagan narsalar nima bo'ldi degan vaqtida hozirgacha tutilgan bolalarninki soni zodi qanchalik hech qanday aniq emas. Qanchalik bolalar yo'qolib ketdi, etilib ketdi. Masalan, mening ziyorat qilganimda bolalarni so'rganimda 5-slardan 6-slar, 7-slar kunigacha Xitoylar faqat Xitoy o'lgan Xitoylarnikini televizorda qo'yib bergan, ammo shuning bilan tang bir vaqtda yutib ketgan Uyg'urlarning e'loni nihoyat ko'p bo'lgan 9-slargacha. Bu yerda bu yutib ketgan Uyg'urlarning soni qancha hozirgacha bizda aniq ma'lumot yo'q. 10 mingdan eshishi mumkin. Bu yerda yana birisi men yaqinda vatandan chiqqan birisining degini bultu 5-oyda vatandan ayrilishdan burun bir Abnum rayonlik taftish ishlaydigan aksidan ulan parang bo'lgan vaqtida aksining deyishicha butun Abnum rayonining har bir joylaridan garchi Uyg'ur taftish saqchi odamlarni Urumchiga o'tkazib kelib so'roq qilayotgan bo'lsa-mu, bultu 5-oygacha texi yerim sonni so'roq qilib bo'lolmagan. Demak, bu yerda 10 ming degan menimcha eng to'm son desak bo'ladi. Demakchi son jihatda bir aniqsizlik. Aniqsizlik bor. Undan keyin bu Xitoy hukumatining 7-iyul voqeasida, ya'ni 5-iyuldagi 2 kundan keyin Xitoylar Uyg'urlar hujum qilish, ya'ni Uyg'ur o'ltiraqliq Urumchidagi Uyg'urlarga hujum qilish voqeasi bo'ldi. Bu vaqtida o'lgan Uyg'urlarning soni haqida aniq ma'lumot. Uningda aniq son yo'q. Bu yerda masalan yana birisi aniq bo'lgan yeri Xitoylarga Xitoy armiyasi saqchilar kaltak to'qmoqlarni taqib bergan. Buningga yana bir guvochi degani shu Namminning yenidagi Janubiy darvozadagi yezigilik bankida ishlaydigan bir Uyg'ur o'z ko'zi bilan saqchilarning Xitoylarga kaltak to'qmoq taqib ko'rgan. Buni biz YouTube'dami ba'zi bir YouTube'da ko'ryapmiz buni. Ammo lekin bu kishining deyishicha Uyg'urlarni o'ldirib Xitoylar masalan ko'mbatgan yoki boshqa yerlarga olib tashiyotgan bularni Xitoylar ko'mganga sevagan saqchilar. Onundan keyin yana birisi yaqinda YouTube'da ko'rilayotgan bir video bor, hammamiz ko'ryapmiz. Buning da aniq o'g'ini Xitoy saqchilari shu 7-slardan keyin 8-9-slar kunlari uy-uylarga, masalan, mal vazir tarafdagi onundan keyin shu nimniki Yanluning usti taraf, mush taraflarda uy-uylarga, konsul ko'chalarga, hatto shu yerlargacha kelibdi. Uy-uylarga besib kirib, Uyg'urning erkaklar bo'lsa tutgan, ularga shu zamat qo'liga ko'yisilib, ularni yatqizib, dum yatqizib, maykalarni qilib, mashina qilib, uy erlarni qo'lga olgan. Bular hammasi aniq bo'ldi. Ammo bularning izderigi hozirgacha yo'q. Bular nada zodi? Uningdan keyin bularga qanday bir chora qo'llandi? Masalan,
Adılsız olsun mu biz sotqı tattı mı? Yok. Hazır okumaymiz. Bularni so'roq qilib bo'ldimi? Yana o'qimaymiz. Faqat mening egallagan ma'lumim bo'yicha bulto 5-abay degandek, tek yerimini so'roq qilib bo'lammidik degdek. Demak, bu yerda odam naytijib bular hammasi aniq emas bo'lgan. Demakchi, sizning aytganlaringizning hammasi Dunyo Uyg'ur qurultiyining egallagan ma'lumotlari asosida aytganlaringiz shundaqmi? Shundaq. Demakchi, siz aniqsiz deyotgan narsa Dunyo Uyg'ur qurultiyigimi aniqsiz narsa shundaqmi? Shundaq. Endi Nurmamat apandi bir qo'shimcha qo'ysam bo'ladimi? Bo'ldi. Endi hozir bunda aniq qo'ygan narsa, aniq qo'ymagan narsa hozir desak, ya'ni siyosiy jihatdan aniq qo'ygani Xitoy bilan Uyg'ur bir yerda yashamaydiganlik aniq bo'ldi. Ya'ni Xitoy 60 yildan beri Millatlar Ittifoqi o kadar yaxshi, bu kadar yaxshi deb ming ko'targan bilan 5-iyul va 7-iyul Xitoylar Uyg'urning mangu bir yashamaydigan ekanligini ifodaladi. Ikkinchi jihatdan yana bir aniq qo'ygani Xitoy biz Uyg'urlar Xitoyni qancha yaxshi ko'rsakmi, ular o'zini bizning puhramiz deb e'tirof qilmaydiganligi, bizni ikkinchi bir darajalik millat deb kamsitganlik aniq bo'ldi. Ya'ni o'xshash bir namoyishga o'xshash bo'lgan ko'z qarashda o'xshamagan muomala qildi. Ya'ni Uyg'urlarga namoyishga kelib qoralliq bostirib otdi, Xitoylar namoyishga kelib ular to'qmoq qilib o'g'izdi. Demak, bu yerda o'xshash bir puhraga o'xshamagan muomala qilish orqali bizga bo'lgan o'ziningki qanday muomala qilib aniq bo'ldi. Ya'ni Uyg'urlar demak, sizniki yaxshilik qilib muomala qilsa, bizni ular o'zining puhrasi demaydi. Demakchi, bu yerdagi faqat Uyg'urlar bilan Xitoy hukumati orasidagi bu masala emas, Xitoy millati bilan Uyg'ur millati shu yerda Uyg'ur elida yashayotgan millat o'tirisidagi bir milliy ziddiyatni ko'rsatadi. Bu bir milliy ziddiyat. Bu yerda yana bir tunugun men birisi ochiq bergan bir Xitoyninki dokladini ko'rdim. Oningda u Xitoyning degan iyul voqeasi bo'lsa, ikki masalada cho'ng zaxmi keltirdi debdi. Birisi, xuddi Nurmat Musabay degandek, uzundan shakllangan millatlar ittifoqiga ta'sir ko'rsatdi. Yana birisi davlatninki hokimiyatning inovatini yerga tushiryapti dedi. Bu yerda bu ikki masalaga qaraganda birinchi, agar u uzundan shunda millatlar cho'ng ittifoq bo'lgan bo'lsa, bir kunda uni yerga urib yo'q deyapti degan gap bu hech qanday aqlga sig'maydi. Demak, bu xil millatlar ittifoqi aslida azaldan mavjud emas. Ikkinchisi, bu hokimiyatning inovati Uyg'ur millati, ya'ni Sharq Turkiston millatiga desak, ularning inovati yo'q. Chunki u bir tajovuzchi, ishg'oliyat qilgan bir hokimiyat. Uningki qurilishi o'zi qonunsiz. Bunda bir qonunsiz hokimiyatninki uningki o'zining obro'yi tushib ketdi deyish u hech qanday bir aqlga sig'maydigan bir so'z. Apandilar, andin bu 5-yil namoyishda yana bir reallikni ko'rdik. Masalan, Uyg'ur elida, ya'ni Uyg'urlardan boshqa nurg'un millatlar yashayotdi. Ammo bu yerda yuz bergan bu milliy ziddiyat faqatla o'xshash siyosat ostidagi millatlar bo'lsa, Xitoy bilan, ya'ni Uyg'urlar o'rtasidagi bir ziddiyatga markazlashib qoldi. Bundaq bo'lishidagi sabab nima sizlarcha? Bunda qaragan vaqtida Xitoy burunqi shu Xan sulolasining vaqtidagi birinchi qitim Xitoy bizningki vatanimiz bilan ozroq aloqa boshlangan. Shu vaqtda Xitoyninki qo'ygan siyosati yovvoyilar bilan yovvoyilarni tuzash degan gap. Bu yerda shu siyosatini izchil amalga oshirib, Xitoy bu yerda o'xshamagan avtonomiya atalmış nahiya bozorlarni tatib yezlarni qurish orqali bizningki Sharq Turkistonda azaldan yashab kelayotgan qarindosh millatlarning orasiga nihoyatda jiq hozir narsalarni selib, so'roqchilik selib, bizni bir-birimizga so'qsaldiradigan shu holatga akab qo'ydi. Hatto ma'lum darajada shuning muvaffaqiyat ko'rdi. Shu sabablardan hozir shu zaminninki hamda asos nopsini egallagan Uyg'ur eng cho'ng zaxmiga ziyon uchirganligidan bu uddul kelib shu yerdagi ishg'oliyat millati bo'lgan Xitoylar bilan Uyg'urninki asos to'qinishga aylanib qoldi. Ammo lekin qolgan qarindosh millatlarimizmi o'xshash buning ziyonkashligiga uchrayotdi, lekin ularning nopsi oz bo'lganligidan ularning buning bildirgan noroziliklarini Xitoy nayt ustulik bilan faqatla xalq ichidagi ziddiyat degan bir narsalar bilan xuddi Xitoyning ichida portlash yuz bersa, u Xitoycha degan chun teshirgan deb deydi Xitoylar. O o'zining ichidagi bir ziddiyat deydi. Ammo Uyg'urlarniki azroq norozilik bo'lsa, buni terrorizm, bo'lgunchi u bu deganga o'xshash. Boshqa biz bilan tang yashayotgan qarindoshlarning noroziliklarini bularni oddiylashtirib bir taraf qilib, shuningga mau gavdalanib chiqmadi. Nurmat apandi, endi shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining 5-iyul voqeasi bo'lib o'tgandan keyin xalqaro jamiyatga bu Uyg'ur davosini oltish uchun ilib borgan muhim xizmatlarni bir tanishtirib o'tsangiz. Muhim xizmatlar shu namoyish bo'lgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining yetakchiligida har qaysi davlat tashkilotlar
birinchi qadamda o'zi turishli mamlakatlardagi hukumat organlari, kishilik huquq tashkilotlarga Xitoyning bu tajovuzligi, ya'ni qirg'inchiligini ayblab ularga notlarni topshirdi. Ularla aloqalashdi. Shu davlatlarning barliq o'zining diplomatik munosabatlari bilan Xitoyga bu qirg'inchilikni to'xtatish haqida besim talab qildi. Undan boshqa degandek, ya'ni Xitoy son jihatda xalqaro oldidi. Ya'ni o'lganning hammasi Xitoy Uyg'urlar o'ltadi deb ma'lumot qildi. Chet el matbuotlari shularga ishonib, chet elga shunday ma'lumot berdi. Shuning uchun Dunyo Urg'ulti birinchi bo'lib Xitoyning bu yolg'on axborotini inkor qilish uchun o'z kuchimizdan tayinlab mamlakat ichidan axborot to'plab, ya'ni rasmiy Uyg'urlarning o'lgan sonining qancha, Xitoyning o'lgani qancha, bularni aniqlab, nihoyatda ko'p sonda Uyg'urlarning o'lganligini biz xalqaro ma'lumot axborot o'rniga yetkazdik. Uchinchi qadamdan shu 5 iyul 2009-dan tashlab ta hozirgacha milliy rahbarimiz Rabiya Qodir dunyoni aylanib to'xtamay hozirgacha mush davoni, mush Uyg'ur davosini, ya'ni Sharq Turkistonda bo'lgan milliy qirg'inchilik, inson haqlari dafsansini butun dunyoga anglitishib va tirishib yani. Demakchi siz shu Rabiya Qodir xonimning butun dunyoni aylanib degidek shu Uyg'ur davosini yetkazalishiga, ya'ni shu viza ilish, shu jihatlarda boshqa davlatlarning Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lganligi, ya'ni buningga bir e'tibor berganligi sifatida Rabiya Qodir xonimning faoliyati shuncha kuchlandi deb qarayapsiz. Albatta shunday deb qarayman. Buningga yana asos turtki bo'lgan, ya'ni 5-yil Urumchi qirg'inchiligi. Ya'ni Rabiya Qodir 5-yil qildigan, ya'ni Avstraliya, Yaponiya va Yevropaning bir nechta davlatlarga borganda Xitoy nihoyat o'zi diplomatik munosabatdan qarshi turdi. Lekin shu davlatlar uni inkor qilib Rabiya Qodirga viza berdi. Ya'ni Rabiya Qodir mush voqeadan keyin 15 davlatni to'xtamay aylanib keldi. Ya'ni mush voqea dunyoga Rabiya Qodir tanishdi, Uyg'ur tanishdi. Uyg'urga dunyoning eshiklarini ichib berdi. Biz shu mush voqeadan keyin dunyoning eshiklariga diplomatik o'rinlarga kira oladigan bo'ldik. Ya'ni bu voqeaning bizga kelgan g'alabasi desak ham bo'ladi. Shundaqmi? Unda qilsa rahmat sizlarga apandilar. Navbatda namoyish naq maydondagi ahvol qanday davomlashyapti? Namoyishning taraqqiyoti qanday? Uni ekranimiz orqali nazar solaylik. Niçin Muş'unda yıkırma atlatta nişanı kelgenliklerini üzerine kaydırıp sözüşümüzge icazet verişlerini ümit kılıyor. Şahsi paranın yanı bekledim ümit kılmak tokstunlar. Karındaşlar bugün biz yığılaydıgan hazır tutuduğun. Karındaşlar bugün 7. ayının 5'i 10'lunlara karındaşlığımız kaç saat 9'un pasir ettigen saat 3'e çıraktı uçurup atmasıran hep bir onu bilen bastırıp hatta su yolları tıkılgan. Bugün anılarının kıtanın kaçtırdığın söyle Xitay askerleri yaptandı kılıp gibi biz durup İdip bugün öyle 13 yaşın yukarı 11 yaşın yukarı farzantlarını oğul farzantlarını açıp hiç kandak sorak ki yaratmalık abret kımderken günü. Bugün toplarla kıymak eden öldürgen günü. Sırındaşlar bu bugün planın 7. ayının 5 yılın vakası. Yani Şark Türkistan, Uygur'dan halkımızın kabahatli, kaygılı matem günü. Biz bu gün hazırlık yapamayız. Bugün şu gün zamanı 2 yıl oldu. Bu gün bükemez. Barın ve kasmı yani şu gün. İlera kasmı 2. ayının 5. günü. If you take me off, I can try to get through the cloud real quick. Yani şu gün. Bugün biz başlarının annesiyle yıktırımızla kurban olan çatlaşımızla hediye bildiriş. Xitay hükümetiga özümüzün narazılığımızı bildirip bütün dünyada avazımızı alıp üçün bir yerge gelmiştik. Muşkatlı kısa, muşkatlı nişegi ballarınlarını bir ailesi Amerika zeminleri destek durup bu demokrasiya zeminleri sen aldırdınız. Bu seçiminin başı olsun, bu 2 yıldan aldırdı. İli vakasıdır olsun, barı vakasıdır olsun, ya ki Şark Türkistan'ın azatlık inkılabıdır olsun. 60 yıldan beri tökülgen kolektif bir hodikattaydı. Bunu aldığımızda yaşla, sözün elmirdi, azatlıktan sukunu köpürüp durdu. Bunu aldığımızda çoğuna, bunu anıla, biz halkımızda azatlarımızı yaptırdı. Karındaşlar, biz 2. ayının 5. günü, Xitay'ın Türkkan gününü, herkes behudi kaçkizmeyin
Bilmaymiz bugün 2 yıl tostan günü biz bunun cevap alımız. Xitay hükümeti herkes kırgınçılık bilen, bastırış bilen bu meseleyi hal kılması gerek. Onun bilen bu mesele hal olmaydı. Xitay hükümeti Uyghur halkının narazılık avazını, Uyghur halkının tinçlik talebini 60 yıldan beri bir gün tinçlikka erişemedi. Bir gün o yoki erkinlikka erişemedi. Uyghur halkı özünün dinidan, özünün tilidan, özünün milliy kimligidan, özünün tinchligidan, özünün erkinligidan ayrıldı. Bir barısı bilen, bir balalık olgan, narisiydi balalarını hammasini zimindan qo'g'lab chiqarib, dunyoning hamma yerida musofir bo'lib yuryapmiz. Qarindoshlar, bugun biz bu çıqqanlığımız, bizning ozodligimiz cho'qim g'alaba qiladiganligining bir nishonidir. Biz cho'qim vatanimizni bir kun ozod qilamiz. Biz cho'qim demokratiyaga erkinlikka chiqamiz. Biz butun dunyodagi tinchlikka, demokratiyaga, erkinlikka yordam qiladigan qo'llarga, yaratgan Allohga iltijo qilib, Allohning amri bilan biz o'zimizning bu tinchlik harakatimizni va erkinlik harakatimizni etbaramiz. Xitoy hukumati bizning xalqimizni zo'ravonlikqa majburlamaslik kerak. Hozirgacha bizning xalqimizni Xitoy hukumati ashaddiy qirg'inchilik, mushu asrda misli ko'rilmaydigan, tarixda o'tgan, hozir tarixda o'tib ketgan genocide, qirg'inchilik, mushularning hammasini dunyo tanqidlayotgan vaqtida gal mushu fojia Uyg'ur xalqining beshirib olyapti. Biz bunga mana mushundaq ittifoqlashish orqali, mushundaq chiqish orqali biz cho'qim javob beramiz. Biz cho'qim o'zimizning erkinligimizni qo'limizga akilamiz. Bizning bu tinchlik bilan etgan namoyishimizni minglagan, o'n minglagan, millionlagan, milliardlagan odamlar qo'llaydi. Bütün dünya qo'llaydi, yer shar qo'llaydi, Xudo qo'llaydi. Men sizlarga bugun ham sizlarga, ham butun dunyoda namoyish etayotgan qarindoshlarimizga, ham butun oila sahabatlarga salom yo'llayman. Ham ularning umidsizlanmasligiga va cho'qim o'zining ozod bo'ladiganligiga ishonishini umid qilaman. Shuning ishoninglarki, hurmatga yetayotgan qarindoshlarimiz. Shuning ishoninglarki, butun dunyoda kalimat turayotgan vatanning ozodligini shafqatligi qarindoshligimiz etbarida da'vat qilma. Biz cho'qim shu kunga yetamiz. Biz cho'qim tinchlik bilan biz shu kunga yetamiz. Xitoy hukumatiga yana bir qatam ogohlantirish beramizki, bizning tinchlik faoliyatimiz bilan o'zimizning erkinligimizga yetish uchun imkoniyat hozirlab biz bilan suhbat istirga kelib, xalqimizni ozodlik chiqarish kerak. Turmudagi minglagan, o'n minglagan mahbuslarni qo'yib o'tish kerak. Ular o'ldirayotgan qiynashni to'xtatish kerak. Mening 2 farzandim, ozikim, olimlarni turmudan qo'yib o'tish kerak. Qarindoshlar, mening gapim tugadi, rahmat. Rabiya Hanım alaydı rahmet. Rabiya Hanım özüm Cuma sözleri 7. ayının 5 münasebetlerini çoğunkur bizge izharladı. Bugün hakikaten mu unutulusuz bir gün Uyghur tarihine. 2 yıllık aldır ki muşkinde, Ürümçi'de, sizlerdek muş aldığımız toğa muşunda gözüne monçuğudaki yaş ballarını Xitay askerleri okutup, yüzügen hatta mınlagan Uygurlarını itip öldürüp, 100 ming yakın yaş ballarımız tutup gitti. Hazır bu çılgınlar türmede, nurgullar türmede öldü. O öldü de küçük çıkarılığını. Bizim devletimiz bulmağandı ki, muşundak buldu ki. Devlet bulmağandı ki, xalqning yurti sersanı bulmuş ki, Xitayda bir işbaz devleti gücümüz yetmeydi ki bazıda. Tünügen 7. ayının 4'ü yani Amerika'nın müstakillik günü. Tünügen belki nurgullar Washington'dan işte salıp atkanı köygen buluşunlarının ki ya ki başka şehirlerde. Müstakil devlet olsa şunda oldu. Bizim müstakil devletimiz olmasa, bizim müstakil olan günümüz belki 11. ayının 12'si, şunda salıplarını etti. Bunda bağlarda namayış kılmayı belki şairlik bir bahsayılık kılıp degende faaliyetlerini yapıp bıraktık. Ama Xitoy hükümeti bizim vatanımızı besleyen 62 yıl mabeynide bunun tümü tapınağısız yaşamamız için, adalet olmaganlık için, hakikat olmaganlık için, kişilik hukuk olmaganlık için, adamdaki yaşamaganlığımız için Xitoy işbaz hükümetinin asıda biz tümü tapınağısında biz ziyankeşlik uçurap, bugünkü günde özümüzün hak hukuklarımız ve makamlarımızdan ayrılıp hazır özümüzün yurtuda özümüz çetlerlik kılıp, özümüzün yurtuda özümüz kanıran bulup yaşmaktımız. Ama biz şu Uyghur halkımız 7. ayının 5'i şu halkımız Ürümçi çıkkandak bizim Amerika'da Avrupa bütün dünyadan betinimiz devamlıkla
olsak, bir gün bulmayı bir günü bu çıpladıklar hükümeti, Moskva hükümeti okşaş, Sovyet hükümeti okşaş belki öyle düşüş mümkün, ya ki orduruluş mümkün. Bu karamakla düşüp ketkenler onun günü ağız kaldı. Şirip siz hazır tügeyrep kaldı. Biz küreşlerini toxtatmasak, davamlaştırsak, Xudayımız bir günü azadlığımıza çokum erişmez. Endi bizning azadlıkka erişimizde yani birisi biz bu Amerika'ya çıkan yakı yani aldıdan davamlı haber beriyotimiz. Namoyish davamlashyapti. Hozir soat 3dan 15 minut o'tib qoldi. Namoyishchilar bu yerga soat 2dan 45 o'tganda yetib kelgandi. Lekin namoyish qatnashadiganlarning oxiri hozir davomli yetib kelyapti. Hozir bu yerda Alloh azal 150 tak namoyishchi bor. Kunning pish-pish aptatning sixiga qaramay namoyish davomlashyapti. Bayam ko'rganinglardek Uyg'ur rahbari Rabiya xonim namoyishchilarga va Xitoy elchixonasining oldida xitob qildi. Biz yana Rabiya xonimni ayrim taklif qilib, keng televizor ko'ruvchilarimizga bir qancha kalima so'zlab berishga taklif qildik. Tövbanda diqqatinglar Rabiya xonimning so'zida bo'lsin. Rabiya xonim, rahmat sizga. Oldi bilan bugun bu yerga 5-iyul vaqasining 2 yillik munosabati bilan yig'ildinglar. Siz Xitoy hukumatining elchixonasi oldida turib, Xitoy hukumatiga qanday bir signal vermoqchisiz? Rahmat muxbir efendim, biz hozir bütün Amerika'nın içine aylanıp geldik. Namoyishchilarimiz, biz bütün Amerika halkı, bütün demokratiya suya, bütün dünya halkıga özümüzün halkımızın kırılgan bir gününü, bizning halkımızda to'xtavsiz qirvatqanligini dunyoga jakalmoqchi va ularning ovozini yetkazmoqchi. Shuning bilan birga biz hozir Xitoy elchixonasining oldiga keldik. Xitoy hukumatiga bizning xalqimizni bostirishni to'xtatishini va bizning xalqimizni bunda bostirish bir tadbir emasligini, bu xalqimizni davomli bostirsa, bu dunyo tinchligi va Xitoyning o'zining tinchligiga nihoyat zo'r ziyon yetkazganligini mesaj bermoqchi. Men hozir Xitoy hukumatiga bu yerga keldim. Bugun bizning xalqimiz qonli qirg'inchilik bo'lganga to'liq 2 yil bo'ldi. Biz bu qirg'inchilikqa to'liq javob beramiz. Biz bu oqqan xonlarni Uyg'ur xalqi hargizmi mayli dunyoning hamma yeriga xalq bu kunni behuda ketkazmaydi. Biz Xitoyga bu kun uchun bizning 1 daqiqa to'xtamay kurash qilganligimizni, bu kunga Xitoy hukumatidan hisob oladiganligimizning mesajini beramiz. Bu vaqa yuz berganiga 2 yil bo'ldi, ammo Xitoy hukumati hozirgacha sizlar o'tirib qo'ygan nurg'un masalalarga javob bermayotdi va nurg'un masalalar yanala sizlarning so'zinglar bo'yicha ilgari e'lon qilgan bayonotlaringlar bo'yicha hal bo'lmay kelyapti. Xitoy hukumatining oxirgi 2 yilda vaqa yuz bergandan keyingi 2 yilda yo'l qo'ygan siyosatlariga, ularning harakatlariga qanday baho berasiz? Xitoy hukumati to'xtamay Uyg'urlarni tutqun qilyapti. Ani Facebook'ni chiqiribdi. Ham qiribdi, ham qiynab o'ltiryapti. Bo'libmi bu qitimqi siyosatlarni bizning yoshlarimizga chiqadi va iqtisodchilarga chiqadi. Shuning uchun Xitoy hukumati bizga javob berish, javob bermaslik masalasi emas, biz cho'qim javob olamiz. U Xitoy hukumati o'zi javob bermaydi, biz javob olamiz. Bizning demokratiya, erkinlik va kishilik huquq va o'zimizning vatanimizning mustaqilligi, erkinlik uchun etgan kurashimiz cho'qim Xitoy hukumatini bir kun javob mecburlaydı. Biz Xitoy hukumatining tinchlik bilan mushu sharoitni qo'lga keltirishni o'zi uchunmi, biz uchunmi yaxshi deb qaraymiz. Agar Xitoy hukumati bizning xalqimizga tinchlik bilan bu sharoitni keltirmay, xalqimizni zo'ravonlikqa ham o'zining diktatoriga javob berishga zo'rlamasligini umid qilamiz. Sizningcha bu vaqtda hozir Uyg'urlar duch kelayotgan Uyg'ur elidagi, Sharqiy Turkistondagi eng jiddiy masalalar nimalardan iborat? Tutqun qilish, qirg'in qilish, milliy kimlikni yo'qotish, dinimizni yo'q qilish, tilimizni yo'q qilish, Xitoy ko'chmanlarini yo'tkab akirish, o'lim jazosiga oq hukm qilish, hech qanday dunyoga parvo qilmasdan bu zimin mening ziminim deb Uyg'ur xalqini uyadin birisini qo'ymay yo'q qilish siyosatiga duch kelyapti. Biz bunday jiddiy siyosatga biz jiddiy tadbir qo'llanamiz. Uyg'ur xalqi dunyoning hamma yerida hozir 2 milliondagi Uyg'ur xalqi chiqdi. Biz cho'qim o'zimizning zimin har bir o'lgan, mayli Barin vaqasi bo'lsin, mayli ili vaqasi bo'lsin, mayli bu qitimqi 7-oyning 5 vaqasi bo'lsin, Xitoy buningga javob bermay turolmaydi. Tarixdan beri har qanday igisi yo'q deb qirg'in qilgan diktatorlar bu tarixga javob bergan. Ko'p rahmat sizga Rabiya xonim. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Uyg'ur harakatining rahbari Rabiya Qadri xonim bilan suhbat qilib bordik. Ko'rayotganinglardek hozir namoyish davomlashyapti. Alloh azali 150 dan 200 gacha bo'lgan Uyg'ur namoyish qilyapti, shuar to'layapti va oxirida hozir namoyishga taklif qilingan mehmonlar so'z qilyapti. Bu orqali o'zining Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini ifodalamoqda. Shuning bilan butun dunyo namoyish qilayotgan, Uyg'urlarning erkinligi uchun turmida yetayotgan va turmining teshi turib faoliyat etib berayotgan. Umid bor
olinglar xalq, biz cho'qim g'alaba qilamiz. Ko'p rahmat sizga Rabiya xonim. Yuqorida Rabiya xonimning so'zini yana aldinglar. Namoyishga qatnashgan har qanday millat cho'qim g'alaba qiladi. Namoyishga qatnashgan namoyishchilar hozir davomli kelyapti. Bugungi namoyish soat 5gacha davomlashmoqchi. Buningdagi yana davomli namoyish qatnashuvchilardan ziyorat qilib xabar beramiz. As we gather together to memorialize the victims of the July 5th incident, I want to urge you to join me in appealing to United Nations to investigate into China's long-term and systematic violations of human rights in the People's Republic of China, including Eastern Turkestan. Side by side, shoulder to shoulder, toward our common democratic future. Thank you. Amerika poytaxti Washingtonda joylashgan Xitoy elchixonasi oldidagi Uyg'urlarning namoyishi o'ngishliq taraqq etmoqda. Mush fursatda biz yana stansiyamizga qaytib keldik. Yana suhbatimizni davomlashtiramiz. Navbatda men bugungi suhbatimizga qatnashgan yana bir aziz mehmonni tanishtirib o'tay. U bo'lsa-mu Dunyo Uyg'ur qurultayining Yevropa birligiga avatgan aloqalashuvchisi, tajribalik Uyg'ur tashkilotchi Mehmet To'xta apandi. Stansiyamizga xush keldingiz. Efendiler, televizyon köygüçüler, Nur Mehmet Efendi, şundaklı Mehmet Toxta Efendiler, bu 85 yıldaki 12 dekabr hareketi, yani 5 yıl vakası Uygurlarning Xitoy hükümetiga qarshi tinish yo'l bilan elib borgan tunchi qitimliq norozilik harakati emas. Bu ishga apandi qatnashgan, shundaqli uningga tashkillik qilgan 1985 yildagi Urumchi va boshqa joylardagi universitet o'quvchilarini asos qilib elib berilgan 12 dekabr harakatimi o'xshashla Xitoy hukumatiga tinchlik yo'l bilan elib berilgan Uyg'ur yoshlarining norozilik harakati edi. Hamda apandilar sizlar mushu 12 dekabr hareketinde qandaq bir vazifalarni topshirib olgan edinglar. 1985 yilga qaytib boraylik. Mehmet To'xta apandi, Nur Mehmet apandi. Ikkimiz u yerga vazif ilish o'zimizning aktivchiliklarni, ya'ni xolisona qabul qilgan, ya'ni birisi bizga bergan emas, o'zimiz aktivlagan. Ya'ni u namoyish boshlanishdan burun bir kun burun keyingidan 3 qitim yig'in ochilgan. O yig'inga biz ikkalamiz qatnashgan. Ham shu yig'inda ichishlarga qanday namoyish bo'lgan, nega borgan, aloqachi avatish qatorliq ishlar bo'lgan. Shundan biz aloqachi bo'lib boshqa davlatlar, boshqa maktablarga aloqalik bo'lgan. Ya'ni Urumchidan boshqa shaharlarda. Ya, Urumchi ichidagi biz hamdamiz Sharq Turkiston universitetining o'quvchilari buni boshlagan. Biz sanoat instituti, tibbiy institutlarga aloqachi avatish, ya'ni o'zimizning nima uchun namoyish qilamiz, nima maqsadimiz bor, buni bildirib, ularni qo'zg'ash uchun 11-yilda tushda kechki qatim namoyish tashkillandi. Undan keyin kechda biz shu xabarchilar bir ular aloqalashib keldi. Shunda men vazifa oldim, bir aloqachi bo'lib, pul oldi, berib keldik. Ertesindagi namoyish bo'ldi. 12-yilda ya'ni bolalarni tashkillab chiqdik. Namoyish tugagandan keyin Xitoy hukumati o'zligidan bu namoyishni qaytarishimiz bo'ldi. Shundan bu yana bir ish saboqimiz 5imiz Xitoy bilan birinchi qitim ko'rishib, ular bilan kelishim hozir qilish uchun 5 vakil kirdik. Bu ishimiz shu 5 vakilning ikkisi. Endi aziz mehmonlar, men bir tanishtirib o'tsanglar, bu shu sizlar qatnashgan, ya'ni 12 dekabr o'quvchilar harakati bilan 5-iyuldagi bu o'quvchilarning tinchlik namoyishida qanday o'xshashlik va farqlar mavjud? O'xshashlik nuqtasidan aytganda xalqimizning g'oyasi bu o'quvchilarning harakatida va 5-iyul qonli qirg'inchiligida rol olgan va bu harakatni boshlagan qarindoshlarimizning harakatida aks etgan. Ya'ni xalqimizning g'oyasi erkinlikda, xalqimizning g'oyasi milliy zulmni oxirlashtirishdi, Xitoyning tajovuzchiligiga xotima berishdi. Bu shahar ishga harakat g'oya jihatdan shuni maqsad qilgan desak bo'ladi. Uning alaqay kundalik turmushda ifodasini topgan, masalan, ishsizlik, nomrodlik, bu garchi bu faoliyatlarda o'quvchilar harakatida uningga qo'shilib, masalan, Xitoy ko'chmanlarining yetkilishi, atom sinoqlarining etilishi, milliy muarifdagi nurg'un hukumatning e'tibor bermaslik qatorliq bu planliq to'g'it qatorliq cho'ng siyosiy nuqtalar kirgan bo'lsa-mu, lekin
Mahiyet cəhətdə xalqımızın gayesi əks etdirilgan. Xalqımızın gayesi dəl Xitayning zulmini axırlaşdırış, xalqımızın öz igilik, huquqi, xo'jaylığını əsli keltirishdi. Mehmet To'xta efendi gapingizni uzib qo'ydigan bo'ldim. Hozir ya'ni namoyish maydonida muhim faoliyatlar bo'lib o'tgan o'xshaydi. Faoliyatdan keyin yana suhbatimizni Albatta, barobar. Qani ekranga boqaylik. And we all know that Pakistan and China want uranium for all the stated purposes that are obvious. Chinese have taken control of the local. Hörmətli televizor kögüçülər hazır namayış davamlaşıb atıdı. Xitay elçixanasından berib atqan naq meydan xəbərimizni davamlaşdırıb atımız. Bugünkü namayışqa Jiraqdan kelgan bir qimmatli mehmon bor. Bugun Allaydan Bostondan kelib Washingtondagi bugungi namayışqa qatnashib atqan shaxs Xitay Demokratiya harakatining rahbarlaridan biri doktor Yang Jelli apandi. Biz mushu fursatdan foydalanib doktor Yang Jelli apandini ziyorat qildik. How are you, Dr. Yang? So I'm well, thank you. Okay, so could you tell us about it? You are participating in the Uyghur demonstration in, as a leader of the group, the citizen power. Yeah. And what message do you want to send to China's government? I came here, as I said in my speech today, as a human being. First and foremost, simultaneously, we see the government's violence against the Uyghurs as a crime against the humanity against ourselves. So I come here to show my solidarity with the Uyghurs for their freedom. Their freedom is also my freedom. It's our Uyg'urlarning erkinligi mening erkinligim demoqchi bo'ldim. Bu mening berdigan signalim. Yana birisi Xitoylarga vakolatdan shu namoyish qatnash orqali Uyg'urlar bilan bir hamkorlikni faoliyat olib borganligimni ko'rsatishni xohladim. As guaranteed by the Chinese Constitution. That's the first step we have to take. In Chinese Constitution, they say Xinjiang Uyghurs Autonomous Region is autonomous, but as a matter of fact, it is not. So people do not have a right. Human rights have no right to determine their own affairs. It is not autonomy. It's a totally bizarre autonomy. So that's something the Chinese government have to look at it and to change the long-term policy to dominate, to divide, to deceive, to dilute the culture, to demonize the Uyghurs, to begin to kontrol qilg'ili bo'lmaydiganligini, yani Uyg'urlarga hurmat qilish orqali bu yerda tinchlikni amalga oshirganligini Amerikada faoliyat olib beradigan Xitoy demokratlarininki rahbarlaridan doktor Yang Jelli apandi bilan bo'lgan so'zni angladinglar. Hozir namoyish davomlashib atıdı. Shundaqla namoyish oldida ko'pchilik so'zlaydigan so'zluguvchilar davomli o'zining so'zlarini so'zlab atıdı. Ham namoyish kechikib qolgan Uyg'urlarni Maryland shtatidan, Virginia shtatidan hozir davomli namoyish kelmoqda. Namoyish soat 5gacha davomlashadi. Mehmet To'xta efendi, siz bizga 12 dekabrdagi o'quvchilar harakati bilan 5 iyuldagi bu namoyishning o'xshashlik taraflari haqida aytgan edingiz. Buni yana to'liqlaydigan so'zlaringiz bormi? Albatta, ko'rinish jihatdan, jazolanish jihatdan 5 iyul Urumchi qirg'inchiligini tashkillagan, uning ishtirok qilgan qarindoshlarimiz xalq uchun bu dava uchun ig'ir bedel to'ladi va nurg'un qarindoshlarimiz to'ladi. Ya'ni bu 1949 yil Xitoy shu zaminimizga oyoq bosgandan beri bu bedel to'linib ketib boradi. Shu sababdan aytganda xalqimizning shu ko'ngliga pukkan orzusi amalga oshmasdan bu xil harakatlar yana davom qiladi. Bu xil harakatlar chunki o'xshash g'oyani kutgani uchun shu g'oya amalga oshmasdan bu harakatlarni to'xtamiz kerak. Undaqsa Nurmuhammad efendi, sizda piqil, undaqda Xitoy hukumatining bu namoyish tutgan pozitsiyasida qandaq bir o'xshamasliklar bor edi? Bay Mehmet degandek o'xshashlik hammasida g'oyasi o'xshash, ya'ni Xitoydan qutulish, ya'ni o'z erkinlik. O'xshamaslikka, ya'ni ikki xil namoyishga Xitoyning tutgan pozitsiya o'xshamdi. Ya'ni u vaqtida bizdagi ya'ni siyosiy tarbiya o'zimizni o'zgartirib, biz yerda qo'l qilish yo turmush qilish bo'lmay, hammamiz o'qishib bitirib ketdik, ammo
ketib bo'lganda jamiyat hammamiz bir azizlik deb turib jazosini tortdik hammamiz. Turmush so'llanganligimizmi boshqa bir ijtimoiy jazoni tortdik. Ammo o'lim itim bo'lmadi. Ama bu vakada yani o vaqtda bizga bevosita shu naq maydonda qurol ishlatildi, ya'ni bizga qattiq qo'lliqim deydi o'z vaqtida. Ani mana qattiq qo'lliqi buni qattiq bosdi endi. Buning nima uchun buda bo'ldi deganda buni yana azroq oqisa deyish kerakda. Ya'ni 85-yili Xitoy bugungi qadar kuchli davlat emas, iqtisodiyat o kadar kuchli emas. Uningga Xitoyga qarshi, ya'ni tashqi kuch va yana Sovet ittifoqi Xitoyga yani parçalanmagan Sovet ittifoqi yana Xitoyga cho'ng bir tahdid bo'lib Xitoyning g'arbidan uning tahdid bo'lgan yana Sharq Turkistonga Sovet ittifoqi yana xiris qilib turayotgan bir paytda Xitoy qattiq qo'llik qilib bizning ochchig'imizni keltirib qo'yishni istamadi, sirayq bosdi. Uchinchi jihatdan shu vaqtda Xitoyningki rahbar bo'lgan Sun Xaldan Xitoy ichidan chiqqan biroz demokratroq, ilg'orroq, ya'ni insonroq Xitoy desak bo'ladi. Demakchi, Wang Luchandan farq Wang Luchanga qaraganda bu bir insoniy Xitoy. Wang Luchan inson qalbidan chiqqan vahshiy Xitoy bo'lsa, biroz insonlar u ham qattiq qo'l qilishni xohlamag'achqa ham u yerda u o'zbekiston bir yilga ilib tashlandi. Uchinchi tarafdan aytganda bizning Uyg'ur rahbarlarimiz shu vaqtda o'quvchilarni qo'llagan. Masalan, shu biz namoyish qilib bo'lganda, suhbat qilgan vaqtimizda shu Abdurrahmonning Mavraisi, Imin Pamot, boshqa Najmuddinlar biz tarafda istash qilib bizni nihoyat istash qilib degan, ya'ni to'g'ri taraf turganligini ifodalagan. Shu sababli ularni jazolanib vazifaga ilib tashlandi. Lekin bu daqimda bizning Uyg'urdan chiqqan qo'rchoq rais Nurbekir o'zi boshlab chiqib kiribdi. Ya'ni o'xshamas qildi bu. Ya'ni o'zimiz ichimizda nacharlar chiqqan o vaqtida Xitoyning ichida yaxshilari bir tal yaxshi chiqib qolgan shunda. Shu sabablardan ikkisiga bo'lgan muomala o'xshamdi. Faqat o'xsham. Ya'ni men bir narsani qo'shimcha qilib qo'ysam, yolg'iz shu Uyg'ur namoyishini hamda bir yil burun yuz bergan Tibetlarga va Xitoyning boshqa rayonlarida yuz bergan har xil shu qo'zg'alon harakatlarga silishtirsak, Xitoy hukumatining ishlatgan tili o'xshamaydi. Siz demakchi o'zingiz 5-iyuldan burun ular silishtirdi. Masalan, 89-yili Tiananmen voqeasini hukumatning tushirgan buyruq, bostirish buyrug'ida Pingshi bog'lan. Ya'ni qalaymiqonchilikni tinchitish. Tibet vakasıga tushgan nimasi buyrug'imi Pingshi bog'lan. Ammo 5-iyul qonliq qirg'inchiligi uchun Wang Luchanning tushgan buyrug'i chodi jinya. Tüks yoktur. Tuncu qo'lish. Ya'ni o'ldirish. Xarakter jihatimi aniqli farq bor. Ya'ni Xitoy o'sha madaniyat inqilobidan keyingi biroz gazetlarga chiqqan o'zlarining shu qalaymiqonchiliklarni bostirish o'zlarining tili bo'yicha ishlatgan so'zida shu 5-iyul voqeasida qonliq qirg'inchiligida ishlatgan so'zi eng ashaddiy. Ya'ni Xitoyning hukumati askarlarga, saqchi fuqarolarga chekni ichvatdi, ishni ichvatdi. Nima qilsan qil, Uyg'ur o'ltirsan demaydi. Ya'ni cho'deychinya, tal tuks yo'q deb. Yani Wang Luchan mush so'zni ishlatdi. Bu mushundaq 21-asrdagi hech bo'lmasa dunyoda yeridan ko'p davlatlar demokratiya bilan boshqarilayotgan. Gollandiyada xalqaro adolat sarayi ishlayotgan mushundaq paytda bir siyosatchining Xitoydagi bir siyosiy, Wang Luchandagi bir siyosiy bu so'zni ishiltishi, ya'ni bu fashistik nimadan olib ketgan bir so'z. Endi Nurmuhammad efendi bayam siz bana bir nuqtani yana ta'kidlab o'tsam deb talab qo'ygan edingiz. Bayqa ta'kidlab o'tmoqchi edim. Oldingi savolki, ya'ni Sharq Turkistonda bo'lgan hamma voqeani millatlar asosan Uyg'urga atib qo'ydi bitishni dedingiz. Ben shuningga qarata men uni batida, ya'ni Xitoy nima uchun bo'lgan hamma nimani Uyg'ur atib, chunki Xitoy azaldan yilgar siyosatchi bir xalq. O'zlari o'z ishchimizdan bir-biriga so'qib soldirib qo'yib ajdaq boshqarib kelgan. Ya'ni atalmış bizga sharafsiz Abdunum rayoni bizga tangan vaqtida o'xshashlam bizning vatanimiz, ya'ni 6 Abdunum oblastga bo'lib, biz shu yerda tarixdan bu ham biz yashab kelgan millatlarni o'zlari ziddiyat qo'ygan. Ya'ni Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklar bo'lib. Shunga o'xshash qilib yana hozir budaq voqealarni buni Uyg'ur qildi dedi. Demak biz Uyg'ur qilamiz iliq, chunki yer egisi biz, da'vo egisi biz. U yerning tuproqning tarixiy mirosxo'ri biz bo'lg'achqa Xitoy bizga ishtiryotdi. Yani shunday turib ular nima uchun Qozoq Qirg'iz demaydi degan ularning davlati bor chet elda. Bular ma'noga yaxshi muomala qilib, davlatlarni o'zining qo'chiq qilib, o'zining chet eldagi bo'lgan siyosatlarni ishlatish uchun yana foydalanyapti. Aniqlam berganingizga rahmat apandilar. Endi navbatda namoyish maydonining taraqqiyot ahvoliga yana bir nazar solsak.
Hörmətli televizor kögüçülər, hazır Xitay elçixanasının aldidagi, ya'ni Washingtondagi Xitay elçixanası aldida elib berilayotgan namoyish davom qilyotidi. Namoyish qatnashuvchilaridan taklif qilingan ba'zi qimmatli mehmonlar so'z qilyotidi. Hozir namoyish davomlashayotmoqda. Namoyishga kelayotgan Uyg'urlarmi uzilmay kelyotidi, ya'ni davomli. Biz kun isib ketdi, buni eskartib qo'yay. Bayam 88-80-90 ga chiqqan bo'lishi mumkin hozir. 32-33 Selsiya gradus atrofida. Lekin namoyishchilarning kayfiyati yanada ko'tarangi siqqa qaramasdan biz bu jarayonda namoyish qatnashgan Washington atrofida o'tiradigan Uyg'urlardan bir kishini ziyorat qildik. Adil Seyitov apandi bugungi namoyish qatnashgan Uyg'ur muhojirlardan tuvanda Adil Seyitov apandimga mikrofonimizni uzatdik. Adil apandim, bugun bu yerdasiz. Nima uchun bu yerdasiz? Rahmat, birinchidan biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, Amerikada yashayotganligimiz uchun Manchun xonadonligini tatib, hozir kommunist Xitoy hukumati 100 yildan buyon Uyg'urlarning keng ko'lamli qirg'inchilik ilib berayotganligi, yana birisi 2009-yili 7-oyning 5-idan boshlab cho'ng bir qirg'inchilik, keng ko'lamda Uyg'urlarning ishik uylarini ochib, qirg'inchilik biz ko'rdik. Shuning oqibatlarga chidamay bugun kunlikda bu yerga jam bo'lib, Xitoy hukumatining jazman mag'lub, gumron bo'lishini, Sharq Turkiston degan ulug' davlatimizning 4-yildan 49-yilgacha, garchi 6 yilni qisqa hayot ko'chirgan Sharq Turkiston Demokratik Respublikasini ajdodlarimizdan qoldirib ketgan bayroqni qaytadan qo'limizga ilib, qaytadan mustaqil bo'lishimiz uchun Washingtondagi Xitoy elchixonasiga keldik. Tünögündə tatib Amerikadakilar 3 kun damagandı. Bugün əmdili işini başlagan ama işinizni tashlab bugün kəpsiz. Bugünkü namoyishingiz bilan ishingizdan chipək taqachmadi. Ya ish albatta Amerikada kapitalist davlat bo'lganligi taqshidi. Lekin vatanning mustaqilligi, xalqimizning o'rligi, turmada ko'rmanglagan yetayotgan yoshlarning erkinligi, ozodligi uchun bir kunlik ruxsat so'rab, har qanday issiq bo'lsa-mu bu yerga kelib, xalqimiz uchun bir ovoz chiqarib qilishimiz birdan bir chet el yashayotgan Uyg'urning burchisi deb o'ylayman. Ko'p rahmat sizga Adil Seyitov apandi. Yo'q, hech qanday vaqasi yo'q. Rahmat sizlarga. Hörmətli televizor kögüçülər, yuqorida Amerika ətrafı, Washington ətrafında yaşaydigan Uyğur muhacirlərdən Adil Seyitov apandi bilan so'zlashdik. Navbatda namoyish davomlashyapti. Bayan namoyishchilar shu vaqtda bo'lgan, yana so'zga chiqadigan qiladi. Taklif qilingan mehmonlar namoyish soat 5gacha davomlashadi. Rahmat sizga Erkin. Televizor kögüçülər, ekranda ko'rayotganimizdek Washingtonga yig'ilgan Uyg'urlarning namoyishi bugun, ya'ni Washington vaqti 5gacha davomlashmoqchi. Bu jarayonda biz yana stansiyamizda elib berilgan suhbat maydoniga qaytib kelaylik. Mehmet To'xta apandi, siz ham bir qancha yildan buyon Yevropa Birligida xalqaro jamiyatning Uyg'ur masalasiga qanday muomala qilayotganligini yaqindan kuzatib kelayotgan bir shaxs. Hamda mush nuqtadan aytib o'tsangiz, hozirga qadar shu ya'ni 5-iyul vaqasi tutqun qilingan va yoki chet ellarga qochib chiqqan bo'lsa-mu, baxtga qarshi shu qaytirib ketilganlarning shu vaqalarga shohid bo'ldik. Shunday vaqalarning qaytalanmasligi uchun bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va yoki Uyg'ur tashkilotlari bir xalqaro jamiyatda shunday bir shuning oldini olish harakatida bir funksiyalik bir narsa tuzib chiqa oladimi? Buni bir tartibga kirgiza oladimi? Shu haqda bir tanishtirish bergan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Albatta 5-iyul Urumchi qonliq qirg'inchiligining har xil sabablari va Xitoy hukumatining shu voqeadan keyin qonliq qirg'inchilikdan keyin bostirish harakatini keng ko'lamli xalqimiz qaratganligi uchun ko'p qarindoshlarimiz sirtga chiqib hayotini qutuldirib qolishga tirishdi. Chegaradan chiqishga muvaffaq bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Nurg'unlari chiqolmaganlarimiz bor. Xitoyning ichki qismida sargardon bo'lib yoshirinib yurganlarimiz bor. Endi bu qonliq qirg'inchilikdan keyin xalqaro jamoatning Uyg'ur masalasiga bo'lgan inkosi burungi vatanimizda yuz bergan har qanday voqeaga selishtirg'ili bo'lmagandak darajada kuchli bo'ldi. Buni bir ilgirlash deb buni ko'rishimiz kerak. Burungi qirg'inchiliklar bo'lgan, masalan, Barin va G'ulja hodisalaridek xalqaro jamiyatning unchalik kuchli inkosmi ko'rmagan. Xalqaro tashkilotlarning e'lon qilgan dokladlardan boshqa, lekin bu Urumchi qirg'inchiligidan keyin 17 dan ortiq davlat mayli u va mayli bu shaklda bayonot e'lon qildi. Amerika Kongressi, Davlat Majlisi bir qarornoma chiqardi va
Yevropa parlamenti mi kararname çıkardı. Demek ki bu halkara cemaatinin mi boşka köngül bilgenligini köstüdü. Ve şunun keyin hem de kaçıp çıkan kayrandaşlarımızdan bulup mu tragediya bilen ahırlaşkan ahırı şundak değişiklik doğru kıldı. Kambodjadan kaytırılgan 20 kayrandaşımız ve yakında Erşidin İsrail kayrandaşımız. Kurultay, Dünya Yoğru Kurultay koladan kelgen bütün gayret bilen bu kayrandaşlarımızdan aldı bilen Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından kabul kılınışı gerek idi. Bu basqıçlarını püttədi. Onların keyinki basqıç bir devletinin ulanı bizge kel dep mehman sübütədi kabul kılış gerek idi. Bu basqıçlar Erşidin İsrail dostumuzdan ışık kelgende pütken idi. Lakin Xitay hükümeti kanununu tanımadı. Xalqara qanununu tolğadı. Özünün qıvatqanlarının hamısı özününki qanunlarına və xalqaralıq qanunlarına xilaf. Elbette xilaf. Bunu da Xitay hükümetinin nima üçün mushunchalik qabih qilmishlarga murojaat qilganligini o'ylashimiz to'g'ri keldi. Chunki 5-iyul qonliq qirg'inchiligining Xitay hükümeti ötküzgen cinayetinin xalqaraga texmi köp mushundaq şahidlar tarafından aşkara bo'lib qilishi Xitoyni texmi qiynab oldi qo'yib qo'ygani uchun bir Kambodjada 20 Uyg'urimiz uchun 1 milliard 200 million dollarlik to'xtamnoma tuzishga rozi bo'ldi. Ya'ni Qozog'istonga 50 million tonnalik uranium setib olamami, yana nurg'un bir shunda xalqaro to'xtamnomalar va ularni aldash, yolg'ondan paket yasab çıkış, özünün inovatini özü yevilen bir desep durup, çeylep durup, kanunlarını mı çeylep durup, muşu yollağa müracaat kıldı. Yani bu yerdeki əsli nəsə bir Erşidin İsrailini qaytırıb ölüş emas. Bir şahid, bir qanlıq qırğınçılıqның şahidini qaytırıb ketiş vəqəsi. Dəb oylasaq bo'ldi. Rahmat sizga Mehmet To'xta apandi, Nur Mehmet apandilar, sizlarning suhbatimizga ishtirok qilganinglarga shu butun televizor ko'ruvchilarimiz nomidan, stansiyamiz nomidan rahmat aytaman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, 5-iyul Urumchi vaqasining 2 yilligi munosabati bilan stansiyamizning 1 soatlik naq maydon suhbat programmasi mush yerda oxirlashadi. Ammo ko'ruvchilarimizning Washingtonda yani Washingtonga joylashgan Xitoy bosh elchixonasi oldida Uyg'urlarning elib berayotgan namoyish naq maydon ahvolidan davomli xabardor bo'lib turish uchun Erkin Asiya radiomizning televiziya ekrani namoyish oxirlashganga qadar sizlar uchun ochiq. Xayr-xo'sh, ko'ngil qo'yib ko'rganinglarga rahmat. We have a lot of things in common. And we have been here in front of this building many times now. I know all of my Uyghur friends and the Tibetans and the Mongolians and many Chinese people who are fighting for freedom and democracy in their own country. We have been here year after year, month after month, and we know that in this building, in this terrifying building, there is those people, the representatives of the government that is today the biggest, the most ruthless criminal and terrorist in the world. The Chinese government is the biggest enemy of free speech. They are the biggest enemy of freedom of religion. They are the biggest enemy of human rights. And right now they are still here. But one day they won't be here. They must go! One day many of these people who are responsible for all these crimes against humanity, they will be tried in the Hague. The court fine. And we know, as well as you know, that today what the Chinese government is doing in Tibet and in East Turkestan, in Mongolia, they are abusing human rights on a daily basis. Hörmətli televizor kögüçülər, Xitay elçixanası aldıdan berib atqan xəbərlərimizni davamlaşdırırıq. Hazır elçixana aldıdakı Uyğurlarning 5-iyul vaqəsinin 2 yillığını xatırlab elib berib atqan namoyishi davom qılıb atıdı. Növbət bilan kişilər sözgə çıxıb sözləb atıdı. Şundaqlı bugünkü namoyishqa ko'zga chiliqadigan muhim nuqtalarning biri, bugünkü namoyishda yosh qizlar aytı ko'p. Yenimde tuğan bu iki hanım kızma bugünkü namoyishqa uzun yollarni besib alaydan kelib qatnashib atgan namoyishchilardir. Yenimde turğan
Elnigar Eltabir Marlan Üniversitetininki hükümet siyasetleri boyunca doktorluk okuyatkan okuvchilarning biri. Biz bu münasebet bilen Elnigar hanımdan bazı savollarimizni so'radik. Tuvanda Elnigar hanımga mikrofonimizni uzatamiz. Bugungi namoyish to'g'risida o'zingizning bir ta'sirotini so'zlab bakkan bo'lsangiz, 5-iyul vakasiga 2 yil bo'ldi. Bugun nimalarni o'ylayapsiz bu yerda? Albatta. Assalomu Uyg'ur qarindoshlarimiz. Biz mush Amerikaning poytaxti Washington DC'de Xitoy elchixonasining oldida hammamiz yig'ildik. Mush issiq bir kunda Uyg'ur qarindoshlarimizni aslab yig'ilibdimiz. 2 yil avval mush kunda Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zlarining eng oddiy insoniy huquqlarini talab qilib, so'roq qilib, Xitoyning endi bizni azma deb ko'chaga chiqib, shundoq tinchlik bilan qilgan namoyishni Xitoy hukumati shundoq qonliq bir bostirish bilan yo'q qildi. Nurg'unlagan, minglagan Uyg'ur qarindoshlarimiz shu kuni yo'qolib ketdi. 10 minglagan qarindoshlarimiz hozir mushtabda turmalarda yetiyotudu. Buni o'ylasak bak qayg'urimiz. Biz mushada yetilayotgan yoshlar buningga bak qayg'urdik, lekin hergiz bu 5 iyulni biz unutib qolmaymiz. Biz qat'iy niyat bilan har yili musha kelishni davomlashtiramiz va talabimiz shuki, xalqaro bir mustaqil bir guruhning Xitoy hukumatiga kirib, mushu voqeani aniqlab, tekshirib, chiqib oxirlashtirishni umid qilamiz. Buningda bir Xitoy hukumati bu qilgan qirg'inchilikning javobini berish kerak deb o'ylaymiz. Unda siz yani Xitoy hukumatining mushu 2 yildan buyon siyosatimizni o'zgartimiz, Uyg'urlarning iqtisodiy ahvolini yaxshilaymiz deb nurg'un va'dalarni bergan 5-iyul voqeasidan keyin sizningcha bu 2 yil jarayonida ularning qilgan ishlari sizga nisbatan qanday bir o'y fikr paydo qildi? Bu 2 yil jarayonida Xitoy hukumati hech bizga yaxshi bo'lgan hech bir ishni qilmadi. Eng oldida 2 yil avval bostirgan Uyg'ur qarindoshlarimizning hisobini bermadi. 2 yil avval o'tirib o'tgan shundoq yoshlarimizning, bechora ota-onalarining, ashu bolalarining oqidan qilgan aziyatlarining javobini bermadi. Ikkinchidan bizga Urumchimi, shuningdek bilan butun Sharq Turkistonmi hech bir yaxshi bir yashaydigan ya zodi bo'lmagandi. Bu 2 yil jarayonida texmi bir zindon bo'lib ketdi. Xitoy qonunni bostirishga davom qildi. Hatto shu 7-oyning 5-ini bana qilib, butun Uyg'urlarni hozir o'ylab kirib bostirishga davom qilyapti. Ne iqtisodiy jihatdan, ne siyosiy jihatdan ya bir madaniyat jihatdan bizga hech bir yaxshi bo'lmadi. Hatto vaziyat texmi nacharlashib ketyapti. Ko'p rahmat sizga Elnigar xonim. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Marlan Universitetining doktor o'quvchisi Elnigar Eltabir xonim bilan so'zini angladinglar. Navbatda namoyish yana davomlashyapti. Kunning issiq bo'lishiga qaramay kun baragan sari isib ketib bordi. Namoyish yana bir mezgil davomlashishi mumkin. Movement to a level where we can enjoy the same international respect and momentum and support that the anti-apartheid movement did in the early 90s. And I think that's completely possible for the Tibetans and the Uyghurs to do. So let's work together. Let's very effective. Let's continue resisting China's rule in Turkestan and Tibet. Free in Turkestan! Push for accountability and justice. Hopefully, this will
open some ways, and we will find some solution. And I want to close by saying, and the other human rights organizations are actually pleased, and we are proud to be with you. Thank you very much. Changed dramatically after the Ulja massacre. The Uyghur issue became gradually internationalized, but it was all due to Amnesty International and that report that played such an important role in internationalizing the Uyghur issue. And actually today, I think yesterday, Amnesty International also had a press release crackdown 2 years ago, and also indicating that for the past 2 years the situation it has gotten worse in East Turkestan. So we cannot thank Kumar and the staff members of Amnesty enough for their excellent job in promoting the rights of the Uyghurs, Tibetans, and all oppressed people around the world. Let's give him an applause.